Va sanazidul muhsinin va muhsinlarga yaqinda ziyoda qilamiz deyapti. Qarang, sin tezlashtirishlik uchun yaqinda muhsinlarga ziyoda qilamiz deyapti Alloh taolo. Muhsin kim? Ihson qiluvchi. Ihson nima degani? Ihson yaxshilik qilishlik. Eng kichkina darajasi. Eng baland darajasi nima? Jibril alayhisalom payg'ambarimiz alayhisalomdan so'radi. "Mal ihson?" Ihson nima dedi? Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Al-ihsanu an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu." Robbingga uni ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Agarchi sen Allohni ko'rmay turgan bo'lsang ham Alloh taolo seni ko'ryapti. Allohni ko'rib turganligini bilgan, e'tiqod qilgan, yaqinan ishongan holatda ibodat qilishlik bu ihsondir. Insonning hayotidagi eng baland daraja ihson darajasidir. Shuning uchun ham biz madrasamiz otini ihson deb qo'yganmiz. Va siz haqiqatan ihson sohibi bo'lsangiz, muhsin bo'lasiz. Va muhsin bo'lsangiz Alloh taolo bashorat beryapti. Sanazidul muhsinin. Muhsinlarga yaqinda ziyoda qilamiz deyapti. Muhsinlarga yaqinda ko'paytirib beramiz deyapti Alloh taolo. Xohlasak butun dunyoni beramiz sizlarga. Hamma ne'matni beramiz. Dunyo va uning ichidagi ne'matlarni hammasini beramiz va sizlardan rozi bo'lamiz. Oxiratda jannatni ham beramiz deyapti Alloh taolo. Va Alloh taolo qarang, bu ne'matning ulug'ligini va bu ne'matning aniqligini bildirib sanazidu beramiz deyapti. Qarang, ta'zim ma'nosida beramiz, ziyoda qilib beramiz deyapti Alloh taolo. Alloh aytayapti buni. Robbul alamin va'da qilyapti. Demakki siz ibodatingiz ziyoda bo'lishligini xohlasangiz muhsin bo'ling. Alloh va'da beryapti. Sanazidul muhsinin. Muhsinlarga yaqinda ziyoda qilamiz deb. Agar siz ilmingiz ziyoda bo'lishligini xohlasangiz muhsin bo'ling. Alloh va'da beryapti, muhsinlarga yaqinda ziyoda qilamiz deb. Agar tijoratingizda ziyoda bo'lishligini xohlasangiz muhsin bo'ling, ihson sohibi bo'ling. Alloh taolo tijoratingizni ziyoda qiladi. Agar siyosatingizda ziyoda bo'lishligini xohlasangiz muhsin bo'ling. Alloh siyosatingizga barakat beradi. Butun sohalarda, butun yaxshi sohalarda siz dunyoda bu ne'matingiz ko'p bo'lishligi va oxiratda ham Alloh sizdan rozi bo'lib jannatga kirishlikni xohlasangiz muhsin bo'ling. Ihson sohibi bo'ling. Ihsonda aytdik, eng kichkina darajasi yaxshilik qilishlik, eng katta darajasi Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishlik. O'rtadagi butun solih amallar hammasi ihson. Namoz o'qishlik, roza tutishlik, mu'minlarga salom berishlik, ziyorat qilishlik, yordam berishlik, xabardor bo'lishlik, bular hammasi ihsondir. Alloh rizosi uchun qilinsa va shariatga muvofiq qilinsa. Shularga yaqinda ziyoda qilamiz deb Alloh o'zi va'da beryapti. Shuning uchun muhsin bo'lishga harakat qilaylik. Albatta Alloh ziyoda qilaveradi. Tezda ziyoda qiladi. Shart emas 30 yil, 40 yil o'tishligi. Biz ko'rmasak, bolalarimiz ko'rsin deyishga hojat yo'q. Siz ham ko'rasiz, bolalaringiz ham ko'radi.